Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Ili to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 9-bob. Davomi. Harbiy turmush ichidagi tinch chog'lar, g'alabadan keyingi o'qsiz kunlar odamni har xil o'ylarga soladi. Ko'zlar qora chachliq, qora ko'zlik qizlarni izlaydi. Qachondu bir chog'larda ulardan gupildab kelgan bir xil puroq qayta puralgandek zerikkan jangchining nimagidu bir nimaga intilayotgan nafsini g'idiqlaydi. U sherin tuyg'ularga cho'miladi. Maxatda bugun yana shundoq his tuyg'ular qo'zg'aldi. Zimlanka ichida o'ltirolmay sirtqa chiqdi. Qor yog'ochliq ichi jimjit va ko'ngilsiz tuyuldi. Shu chog'da uning yodiga chala-puchuq ko'rgan yangisining singlisi keldi. Dadasining o'ylab qo'yay desa, unmaganligiga pushaymon qildi. Urush boshlanib qilib, bu yerlarga kelib qolganligiga, yigitlik quramining ayolsiz o'tayotganligiga o'kindi. Biroq uning o'yicha bu yerdimi tashnaligini qondirg'ili bo'ladi. Urushda botir bo'lg'ili bo'ladi-kanu, bu ishning nimishqa ipini qilg'ili bo'lmaydi-ekan. U shundoq orzuliq, tatli xiyollar ilkida to'lg'inib turgan chig'ida töven tarafdan batalyon shtabi tarafdan Rayhon chiqib keldi. "Juring, atrofni aylanib kelamiz", dedi u Rayhon yaqin kelganda. Rayhon to'xtadi. "Qayerni aylangingiz kelyotidi? Bugun payzingizga kelib qolgan o'xshamamsiz? Hamma vaqt payzimiz bor bizning. Ko'nglimiz xolgan yerni juring. Ko'nglingiz ko'tarilib qopti-da? Ha, ashu do'ngliklarga ko'tarilyotidi." U qo'li bilan qor yog'ochlari orasida ko'rinib turgan pakar do'ngliklarni ko'rsatdi. "Egizlikda nima qilamiz? Mana men ma yerda degandek o'ynasak yer jiqqu." Maxat umidlandi. "Amsa siz boshlang, men tayyor. Zimlankaga kiramiz yo batalyon shtabiga. U yerni oddiy ko'rsangiz, polk shtabiga kiramiz. Siz naqsh etasiz, men chavoq chalaman. G'oyitkam usluga tushidi." Maxat o'zini Rayhonning masxara qilayotganligini tuyib qoldi-da, ta'na bilan "Siz chavoqchilib turing, men hili kiraman", deb yuzini o'ridi. Maxatda qo'zg'algan hissiyot uni tinch qo'ymadi. Oxiri qizlar zimlankasiga ilib kirdi. Zimlanka ichida Hajar yolg'iz o'ltirib, yog'liq to'qvatadi. U Maxatni ko'rib qizirib ketdi va yog'liqini yo'shirdi. Maxat bir ikki ig'iz chaqchaq qilib Hajarni kuldirdi. Uni sirtqa ilib chiqdi. "Zirikmidingizmi?" "Shundoq zirikdim. Juring, o'ynab kelamiz. Menmo ittak zirikdim. Nega bormiz? Av do'nglikning kayni shundoq qilin qor yog'ochliq. Ajoyib chiroyliqdan ha? Meni jinliqqa aparmang yana." "Chimliqqa aparman. Ishning o'likidek sesib yuraveramdoq bu yerda. Ko'nglimiz na ketdi. Bizmo yoshligimizni yortayli-da. Ko'nglimiz yoshlikni rozi qilaman deydi. Biz bo'lsak to'xtab tur, oz qoldi deb o'zimizni aldaymiz. Yoshlik to'xtab turmaydi-da. Gul degan echiladi, to'zuydi. Keyin pushaymon qilsak o'rniga kelmaydi. Ilmo navbar chig'imiz istitaklar ichida o'tyotidi-ku. Ko'nglimiz yayrug'idek ishni nimishqa qila olmaymiz? Ashu go'zal yerlarga mo bora olmamdiq?" Hajarning hissiyoti qo'zg'alib qoldi. Maxatning hissiyotlik gaplaridan ko'ngli erib, uning kaynidan ketaverdi va bo'k qor yog'ochliq ichiga yetib keldi. Dedi qiz qor yog'ochga yo'linib. "Nima degan chiroyli yer ha?" Uningda shirin his tuyg'ular qo'zg'alib, ko'zlari xumalashdi. "Qarang, mana mushundaq yerning payzini suralmaymiz. Biz yog'och odammi?" Maxat Hajarning qo'lini tutdi-da, o'zini yo'qtib qo'yishga tas qoldi. Qiz qo'lini tortib olmoqchi bo'lgan edi, biroq Maxat birdilla uni chingida quchoqlab olgan edi. "Voyey, bu nima qilganingiz?" Qiz o'zining nima bo'layotganligini darrov bilolmay qoldi. Maxat qiz hamda yerim buyush bo'lib, beshini ko'ksimga qo'ydi deb o'ylab, levini uning leviga apargan edi. Qiz ittikla yuzini o'ridi. Maxatning o'tdek qizziq levi Hajarning bo'ynini so'yib oldi. Shu hamon uning yuzlariga, ko'zlariga g'azab uchqulari o'qchib chiqdi-da, qatqan qo'llari bilan Maxatning maydasidan ittirvatdi. "Aynib qoldingizmi? Meni shuningga boshlab chiqqanmidingiz? Uyatsiz. Komandirga aytmaganimni ko'ring."
Hajar oldi keyniga qaramay ittik mandi. Мәхәт xuddi tayoq yegan itdek yavaşlab, beshini sangiltib, yugurib ketib bargan qizga ko'zining quyrug'ida qarab turib qoldi va asta lavlarini yaladi. Gerçi u Hajarning bo'ynini so'yib qolgan bo'lsa-mu, levida shu so'yishning lazzati qolgan edi. Biroq tashnaliqining qilcha qonmaganligiga ichi yondi. U qariyag'achga yo'linib uzoq o'ltirdi ham o'zini jimlashga boshladi. Hey, mening aldiraqsanliqim, nafsimning ishtikligi. U dushmanmidi qechib ketadigan qurg'uydek balini qo'ldan chiqarib qo'ydim-da. Yana azroq arklatgan bo'lsam, sig'ingan qiz mas bo'lmasmidi? U chaqda u o'rinliq bilan o'rnidan turib, yengila tutashtirgan tamakisini pirqirtib tashlavatdi-da, uttirvatgan qimorvozdek g'amkin mandi. Zimlankasiga qaytib kirgandan keyin birdilla jalaqlab titrab ketdi. Komandirga chaqqan bo'lsa nima deyman? Komandirning ko'k ko'zlari yenib ketsa, u tombaliqiga bardoshlik bergini bo'lamdi. U qo'rqib qoldi. Shundoq qo'rqish, ansizlik ichida 3 kunni o'tkazibdi. Lekin uni hech kim batalyon shtabiga chaqirtmadi. Demak, chaqmabdi-da. Uni yana chekib baqay desa, biroq uning qapqidan qor yoqqandek tutilib yuridi. Мәхәт 4-kuni u ko'ngilsiz ishni unutib ketdi. Biroq shirin xiyollar, orzular unutilmadi. Shexuga yana kirib chiqishni o'yladi. O'tganda kirib o'ynab 4 soat kechikib chiqqanligi uchun 24 soat qamoqda yotganligi esiga kelib, uningdan yaltaydi. Yaltaymismi amdi ruxsat bermaydi. Мәхәт hamshira qizlarni iskab bir necha kunni o'tkazibdi. Taqat qilg'ushligi qolmadi. Bir kuni mash maydonida Nodamga mundoq dedi: "Anglamsan, bir gapim bor." "Nima gap?" "Ko'ngilni yoritadigan gap." "Yoritayli." U Nodamga yaqin kelib pichirildi. "Tuvanda yolg'iz jangizda bir qiz bor. Oy-Jamol degina, o'ynab kelmiz. Yana a vaqtida yotqin keldimi? Kim ko'ratdi, ahmoq? Burniga suv kirmaydigan nima ekansan? Mayling tartmasa mayli, o'zim borman." U alqonlarni bir-biriga surkidi. Nodam yuqurlab ketdi. Nerida qor yog'ochga yo'linib o'ltirgan Varisjon uning yiniga keldi-da, Мәхәтning o'ynab ketgan ko'zlariga qaradi. "Nodamga nim deding? Anlab qoldim-ku." "Qo'ya, u qo'rqinchoqni. O'ynab kelimiz desam, shalala, palala deydi." "Qayerda o'ynaymiz?" so'radi Varisjon. "Senmi bir o'pgan yo'q nima? Qizib qilyapsan? Nodamga deganingni deb baqmamsan?" Мәхәт charlashqa chiqqanda yolg'iz jangizda zilva bo'yliq, qora ko'zlik bir qizni ko'rib qolganligini, qiz uningga pishqan 2 dona tuxum berganligini, qizning ota-onasining o'laman qarilar ekanligini so'zlab berdi. "Shuning bilan o'ynab kelamiz," dedi u. "Yomoniga kelsa biz 2." Varisjon mutajidi. "Bo'lmaydi, harbiy intizom tursa." "Intizoming nima qiladi? Otidi. Ko'rsa otidi. Ko'rmasa nimani otidi? Bu yerdan yiroq, ozod yer tursa." "Mundaq ishqa soy qilma, Мәхәт. Go'mindangdan qo'rqmagan, kichikkina ishdan qo'rqayotganini," dedi Мәхәт g'udonshib. Oxir u jangizga o'zi yolg'iz berishga qaror qildi. 10-bob. Janobiy ofitserlar, men o'lkamizning yaqinqi siyosiy, harbiy ahvolidan har biringlarni xabardor qilmoqchiman. Yangi vaziyatdagi vazifalarni muhokama qilmoqchiman. Bitim imzolangandan keyin Afujoshi muavin rais Ahmadjon qatorliq kishilar huquqidan foydalanib, adab adigil turdi. Ular Urumchidagi Uyg'ur uyushmasini o'zlarining niyatlarini oshkor so'zlaydigan maktabga va shu razil niyatlarini tashviq qiladigan, tarqitadigan muhim o'ringa aylantirib oldi. Ular hamisha bir to'p odamni namoyish qilishga, bitim ruhini izchillashtirishni bahona qilib, yangi o'lkalik hukumatga talab qo'yishga uyushtiryotdi. Kishiga alam qiladigan shuki, Jangjoshi rais Jang Jijung tinchlik orzusini chiqish qilib, Ahmadjonning ba'zi yo'lsiz talablarini ma'qul ko'rdi. Uning Qashqarning valiyligiga, Turpanning hokimligiga ko'rsatgan nomzotiga qo'shildi. Anglashlarga qaraganda uni talantli odam ekan debdi-dak. Texi Liu Mishujang, Liu Mingchuan, G'arbiy Shimol harbiy ma'muriy mahkamasining bosh kotibi, qo'shimcha Shinjang o'lkalik birlashma hukumatining bosh kotibi bo'lgan.
Rastçılık qilganda mening o'rnim yuqoridan bergan, huquq bilan imtiyoz bilan kelgan o'rin. Ahmadjon shunchalik talantli odamki, mening o'rnim uningga bo'shliq qiladi debdi. Bu nima degan bema'nilik? Bu taslimchilik, o'zin-o'zi kachatlash. Şinjan garnizon shtabining Ozoda zalida ichilayotgan yig'inda qo'mondan general Jangning so'zlagan bu so'zi uzun ustalning ikki yiqida o'ltirgan diviziya, brigada komandirlari bosh shtabining yuqori darajalik amaldorlari orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'avatdi. O'zaro parang, vangchung qaynashlar ko'tarildi. Generalning kutgani shu edi. Qo'mondan ularni tinchlanishga chaqirib, so'zini davomlashtirdi. Biz sagaklik bilan shuni ko'rishimiz kerakki, Ahmadjon qatorliqlar bizning qarmoqimizda turayotgan 7 viloyatning valiylarini, nahiylarning hokimlarini qayta saylash bahonasi bilan o'z odamlarini qo'yishni, texi Qashqar, Oqsuvlarda milliy qism turg'izishni qasdlayotdi. Hurmatli general, dedi o'rnidan turib general Van. 7 viloyatning valiylari, hokimlarini o'zgartib saylash bitim ro'yiga uyg'ungu. Qo'mondan uningga shundoq dahshatlik alaydiki, savol so'rg'uchi ko'zini darhol uningdan ilib pastga qaradi va titrab ketdi. U 6 oyda milliy qismga taslim bo'lgan general bo'lib, bitim imzolangandan keyin o'tkazib berilgan edi. U qo'mondan ashu ko'ngilsiz ishni peshonasiga qo'yarmi deb qo'rqib ansiradi. Biroq achaldagi urushda qismlari tarmar qilinib, o'zi orolga qochib kelgan general Shiping va tatuq komandirlarning shu ustalda o'ltirganligiga ko'zi tushib, ko'ngli bir oz imin topdi. "O'ltiring, o'ltiring", dedi qo'mondan qo'lini qattiq silkib. "Buniga yo'l qo'ysak, biz bu yerda qandoq putirib tura olamiz? Go'rimizni ko'lab qo'yamdiq ya?" U qapqini turganicha hammasiga bir qur nazar tashlab, ondan so'zga ko'chdi. "Afujoshi Turpanga hokim qilib qo'ygan Abdurahmon Moiti adabla adigil turdi. Biz egilgan ahvollarga qaraganda u xuddi ilidikidek qurolliq to'plan harakatiga o'tgan. U ilidan shuncha yiroq yerda turib, nemanchilar jur'atli bo'lib ketadi. Kim kuch beryotidi? Uning keyinda kim bor?" Generalning ochiqi bilan qo'ygan savolidan yig'in vahimlik tus oldi. U xuddi o'ltirganlar bilan ilishayotgandek ko'zlarini olaytib, yana hammasiga bir qur qarab chiqdi. Uning guranlari ko'pgan edi. Qatordagilarning birsi vaqirvatdi. "Ili tarafdan hukumat tarkibiga kirguchilar, tinch yotqini yo'q." "Albatta", dedi general darhalla. "Uning keyinda odam bor. Ahmadjonga qurol bermidi deb kim ayta U ko'zdan ko'chirish bahonasi bilan turpanlarga berib, nima shumliqlarni qilayotganligini kim bilmaydi. Manas daryosining g'arbiy qirg'ida yotgan qismlarning razvedkachilarini Urumchiga kirmidi deb kim ayta Turpanga bormidi deb kim ayta Qo'mondanning berayotgan ma'lumotlari yig'indagilarni go'yo oldidagi uzunchoq ustalning ostiga hilila portlaydigan bomba ko'mib qo'ygandek qo'rqinch va andishiga soldi. Ular chekchaygan ko'zlari bilan bir-biriga beqishdi. "Shunga", dedi u, "uch viloyatning quturtishini tarmar qilish, razil niyatlarini yimirib tashlash kerak. Bu ishda bizning usulimiz o'z yig'ida o'z go'shini qo'rish, bo'lib parchalab tugutish usuli bo'lishi kerak. Bu burundan tortib unum berayotgan usul. Shu chog'dala biz bu yerda bambukdek yashirib tura olamiz." Shuningdan keyin general Urumchida ili tarafni qo'llab, o'zlarini tillab qarg'ayotgan maxfiy tashkilotlarning borligi, ularni texicha qo'lga tushirolmayotganligi va ularning har kuni degudek nurg'unlagan tashviqot varaqlarini tarqitib turayotganligi, bu tashviqotning fuqarolarni, hatto ba'zi hukumat odamlarini, amaldorlarini ozdirayotganligi, Ahmadjon qatorliqlarning buni ostirdan qo'llab olqishlayotganligini bayon qilib o'tdi. U mundoq dedi: "Xo'sh, bitim deb bu shumliqqa yo'l qo'ysang bo'lamdi. Qutirash Janubiy Shinjang bo'libmi Qashqarda kuchlik, Abdukarimxon Maqsummi adavatidir. Kishilar qizil do'pillarni kiyishib, oshkor holda ililiqlarni qo'llayotidi. Biz u yerlardan xotirjam emas. U yerlardan kelgan komandirlar mundaq qutirashlarni nurg'un faktlar bilan isbotlaydi. Demak, taqobil turishmi tez. Chunki sizlarning xabaringlar bor.
markazdan yordam so'radik. Tank poliklari, zambirakchilar qismlari avatib berishni iltimos qildik. Bermidi. O'zimizning bo'lsa, badanimizning bir qismi yara bo'ldi, palash bo'ldi. Qolgan yerlari texi qichishayotdi. Uning ustiga o'tganda aytgandek, hozir bu kangri zaminning hamma yeriga o't tutishib ketdi. Nima qilmoq kerak? Savol jiddiy qo'yildi. Hammani o'ylantirishga, javob izlashga majbur qildi. Albatta o'ylamay bo'lmaydi. Duch kelayotgan bu qiyin chigishliklardan qutulishning chorasini izlamay bo'lmaydi. Ular beshini soldi. Meningcha birla yo'l bor, dedi general hammaning ko'ngildagi ig'ir tumanlarni tarqitib. U bo'lsa-mu g'ulji tarafni asosan Osman orqali parchalash. Spartakni hammamiz o'qigan. Inomay Spartakning eng kuchli, eng jangovar lashkar boshliqlarining biri edi. Evtibida uni qo'lga keltirib Spartakning shuncha qudratli qo'shinlarini ichidan parchalab bo'lib tugitvatdi-ku. Shunchalik ish bizning qo'limizdan kelmamdi. Generalning so'zidan keyin yana g'ulg'ula ko'tarilib ketdi. Bu so'zlar yangilik edi. Shunga komandirlarda alohida qiziqish paydo qildi. Ular hayajonlanib, o'rinlarda o'ltirolmay qoldi. Bir-biriga bir nimalarni deyishib gudunglashdi. Osman 3 viloyat inqilobiga qatnashgan. G'ulja tarafdan Oltayning valiyligiga qo'yilgan odam tursa, yana shu orqali qandoq parshab tutadigandu? Ba'zi anglagan mish-mish gaplar rostmi yo? Urush mezgilida hopni qop qiladigan xabarlar nurg'un bo'ladigan. Bu mu shundoq apqashli gapmikin yoki biror asosiy bormi? Komandirlarda hayajon, jonlanish kayfiyati ko'tarilishga boshladi. Ular ya fikr bayon qilishni, ya jimjit o'ltirishni bilolmay qoldi. Bu quloqqa xo'sh yoqqidek yangilik bo'lsa-mu, o'z ko'z qarashlarini so'zlashga asossiz edi. Shunga qo'mondan Jangning og'ziga qarab o'ltirishadi. Majlis zalida jimjitlik hukm surdi. Jimjitlik bu majlis zalida hukm surayotgani yo'q. Butun Urumchi shahrida jimjitlik hukm surmoqda edi. Shahar qattiq uyquda. Faqat nagan-naganda anglanib qolgan o'q ovozlari, qayerlardadir havishayotgan ishlarning ochiq uni bu jimjitlikqa cho'kkan kechiga sirliq tus berib turadi. Bundaq sirliq kechilarning zahardek ochiq ta'mini talay qitim tetiydigan komandirlar shu topda bu ko'ngilsizliklarni unutib, generalning sirliq gapining ma'nosini tezroq yechib berishni kutmoqda edi. General stakandagi sovib qolgan chiydan 2 yutum ichtida o'rnidan turdi. Bundaq deyishga asosimiz bor, dedi u kulimsirab. Sizlarning xabaringlar bo'lmasligi mumkin. Bitim imzolanib ko'p o'tmay Osman Guchung orqali rais Jang Jijong bilan ko'rish uchun Urumchiga vakil avatdi. Osmanning vakili uning bir parcha xatini mo olg'ach kelgan. Rais Jang Jijong ehtiyot qilib Osmanning vakilini Ahmadjon Burhanlar bilan birlikda qabul qildi. Qatardagi komandirlarning birisi g'udonshidi. Nimancha ehtiyot qildigandu? Shunchimi yo'l qo'ygan bormi? Mundaq yo'l qo'yaversa, oxirgi navbatda o'zimiz barbod bo'lmamdiq. Shundoq, aytqiningiz to'g'ri. Ular to'g'riliq, xam xiyolda bo'lish, barbod bo'lish degan gap. General o'z so'ziga ko'chdi. Hatto mundaq deyilgan. Qozoqlarning Urumchidagi nopozliq odamlari Oltayga qaytarib berilsa, iqtisodiy jihatdan yordam qilinsa, ham chegirda turishga qo'shin avatib berilsa, biz buningdan ili taraf bilan Osman o'tirsa ixtilof borligini sezib oldik. Komandirlar jonlandi va xatning mazmunini tahlil qilishib, taraf-tarafdan so'zlab ketishdi. Ularning o'tirsa ixtiloflar emas, ular hozir tamoman qarama-qarshi maydonga o'tish bo'pti. Nopozliq odamlarni so'rishi ili tarafga taqobil turish uchun kuch to'plashdan qo'yga tushganligi, bizdan madad tilashning o'zi ulardan chak-chigirni allaqachon ayirib olganligi. Ularning hokimiyat asosi bo'lmaganlik uchun albatta iqtisodiy tarafdan keng qo'lliq bilan yo'lash kerak-da. Biz qilolmagan ishlarni endi ularning qo'li orqali qilg'il bo'ladi. O'g'rilar bizning 30 mingga yaqin askariy kuchimizni yo'qotibdi. Meningcha bo'lganda Osmonga qanchalik bo'lsa-mo yordam berish kerak, ilhom berish kerak. Chunki u biz qilolmagan ishni qiladigandek turadi. U qila oladi. Uningga butun Oltaydagi kishilar agishidi.
u jur'atlik, qahramonlik bilan urush qiladigan odam, shunga u Batur atalgan. Ziyonlarimizni u orqali to'ltib olishimiz mumkin, dedi general va komandirlarning kayfiyatiga o'z so'zining berayotgan ma'lumotlarning ularga qanday ta'sir qilayotganligiga sap soldi. Osmanning vakillari qabul qilishda aytolmagan so'zini qabul qilishdan keyin ayrim og'zaki aytdi. Bizdan qurol yaroq so'radi. Demak, amdi Osmanga tamoman ishnishga bo'ladi ekan, dedi komandirlardan birisi ishonch bilan. Lekin boshqacha qarashmi bor? Qo'mondan amdi ozoda o'ltirib jiddiylashmay so'zladi. Biz ularning ziddiyatidan to'liq foydalanib, ularni tamoman bo'lib parchalashni, Osmanning qurol yaroqlarini va boshqa lozimatliklarini imkoniyatning boricha to'liqlab berishni o'tirib qo'ydik. Albatta shunday qilish kerak. Ayanmay zamonaviy qurollarni berish, harbiy maslahatchilarni avatish, balki qo'shin yutkab berish kerak. Mundaq foydali omilni biz qancha kuchapmi turg'izolmaymiz. Buni g'animat bilib, deganlaridan o'shiq berish kerak. Generalning so'zi ma'qullanib, olqishlanib turdi. Biroq rais Jang Jijong bak ehtiyotchan odam, u bitim yengla imzolandi. Eli taraf bilib qolsa, surkilish bo'lib qolarmikin deb ansirab turib oldi. Bugungi yig'inga rais Jang Jijong qatnashgan bo'lsa, yaxshi bo'ladi ekan, dedi komandirlardan birisi. U mu harbiy odam, bo'lmaydi deb birla buyruq bilan to'xtatib qo'ysa, qanday qilasiz? Buyruqdan yenish qiyin-da. Biroq biz mu nurg'un dalillarni ko'rsatdik. Butun Xinjiangda vaziyatning nima uchun foydasiz bo'layotganligini, hatto qo'rqinchli bo'layotganligini, bu foydali omildan foydalanishning istiqbolimiz uchun intayin foydali ekanligini so'zladik. Tatuq komandir generalning so'zini quvvatlab chiqdi. Ularni o'zaro urushga silib qo'yib, puxta tayyorlik qilishimiz, obdan halsirganda qayturma hujumga o'tsak, ularni jimjit qilib bo'ladi. Mushu yetkilishlar bizning istiqbolimizni jazman yoritadi, dedi u. Oxir rais Jang Jijong deganlarimizga muvofiq darajada ko'ndi. Azroq qurol yaroq, o'q-dora, turmush lozimatliklaridan berishimizni aytdi. Biroq bu xizmatni qat'iy maxfiy ishlash, Ahmadjon qatorliqlarning bilib qolmasligini qattiq topiladi. Yig'indagilarning bu xufiyona ishlanayotgan ishlardan har holda ko'ngli emin topdi va akirib qo'yg'ili qili bo'lgan taxslardagi go'shtlik sanji qo'g'inini ishtiho bilan yeyishga tutindi. Bu chaq kecha soat 3 bo'lgan bo'lib, Urumchi shahri texmo jimjitlikqa cho'kkan edi. Chet ellarda bo'lsa, dedi birisi ikki javg'iydan temib tushayotgan qo'g'in shirnisini aytib, mushundoq bir dona qo'g'in xilila pulga yaraydi ekan. Bu yerda cho'yliq to'xtamaydigan pulg'alar bir nechini setib olg'ili bo'ladi. Bu go'hardek esil yer. Boyligi xuddi davlatman odamning pulidek tugamaydi. Boyning puli mo tugaydi, lekin bu yerning boyligi sehrli xazindek tugamas. Esit, mushundoq yerni alt o'g'riga tartqizib qo'ysak, eng oddisi nomusqimi qolarmiz a? Tugamas alamda qolmamdiq. Elimo boyligi eng mo'l bo'lgan 3 viloyatni tartqizib bo'ldingiz, dedi qo'mondan ochiq ta'na aralash. Mushundoqla urush qilsak, nomus emas, shon shuhratga ega bo'lmizg'u. G'adiyib qaytarmiz. Bizda g'ayrat, jasorat, iroda yo'q. Shimoliy front komandirlarining demi ichiga tushib, bosh ko'tarilmay qoldi. Lekin uning ta'nisi boshqa yerlardan kelgan komandirlarga tegmay qolmadi. Qani, qulqinlar bu yoqda bo'lsin, dedi u. So'zimni davomlashtiraman. Oradan bir oy o'tgandan keyin Osmanning Latif boshliq bir turkum vakillari yana keldi. Ular Osmanning xatini mo ilib kelibdi. Xatda o'tgangi so'ralgan narsalardan boshqa yana 6 oyda doim turadigan vakil va telegraf apparati avatib berish, hukumat 6 oyning rasxotini bevosita ajratib berish so'ralgan. Xatning oxirida Osman mundoq degan: 6 oy qizillashib ketdi. Xalq diniy e'tiqoddan mahrum qilindi. Mening sinalgan qobil odamlarimga yuqori huquq manfaat bermadi. Meni chetga qiqib, o'rnimga dalil qon degan o'zining kimligini unutgan bir dotni dasatmoqchi bo'lyotidi. Men cho'qim ular bilan oxirigacha ilishiman. Shunga men sizlardan yordam so'radim. Rais Jang Jijong buni bilgandan keyin mundoq yo'l yo'riq berdi.
Altay Vali Mahkamasining ma'muriy xarajatini amdi ili taraf orqali emas, bevosita ajratib berish. Altay Vali Mahkamasining valilik tamg'isini vakil Latifdan avatib berish. Osmanning askarlariga hozirgacha 500 dona miltiq, 30 dona har xil pulemyot, yetarlik o'q yetkazib berish. Osmanning yanida ishlaydigan 3 kishilik bir guruhga telegraf apparati avatishni, 3 kishi ahvollarini vaqti-vaqtida ma'lum qilib turishni uqtirdi. Osmanga va kelgan vakillarga ayrim sovg'a hadiya qilishni topiladi. Oxirida Jang Jejong yana bu xizmatlarni eli tarafdan qat'iy maxfiy tutishni chekiladi. Vakillar hozir Jonimqonning uyida turyotidi. Ular ati yo'lga chiqdi. Jonimqon bu ishda ko'p kuch chiqardi. Amaliyotda u Osmanning Urumchi turishliq vakili bo'lib qoldi. Jonimqonning xizmatini unutmaslik kerak, dedi yig'indagilarning birisi. Uning xizmati bizning istiqbolimizga munosabatli xizmat ekan. Biz uning to'pisini unutib qolganimiz yo'q. Baqqan ishdan ovlagan o'ljangni xatarlik joydan akilib beralisa, uni e'tiborlaysan-da. O'ljangning bir qismini albatta uning berasan. Shunga biz uni boj ishlar idorasining muavin boshliqligidan moliya nazoratiga nozir qilmoqchi bo'lyapmiz. Qo'mondonning yetkazayotgan yangiliklari yig'inda o'ltirganlarda ruhiy ko'tarangulik qo'zg'adi, lekin u ancha uzoqqa bormadi. Davomi bor.